Assalomu alaykum hammaga. Mani YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan IELTS rubrikasini davom ettiramiz va bu safargi videomiz mavzusi qanaqa qilib IELTS readingdan 8 va undan yuqori ball olsa bo'ladi va men o'zimga foydasi tekkan 3 ta maslahat bilan sizlar bilan bo'lishaman. Qani unda videoni boshlaymiz. Men o'zim 2 marta IELTS topshirganman. Birinchisida 7 chiqqan, ikkinchisida 8. Birinchi marta topshirgan paytim readingim 7,5 chiqqan. U payt 16 yoshda bo'lganman va ikkinchi marta topshirgan paytim 18 yoshda readingim 8 ball chiqqan. Undan tashqari men American Consus hamda British Consus xalqaro tashkilotlarida ishlaganman va hozirda men Yevropada talabaman. Birinchi maslahatga keladigan bo'lsak, bu keywordlarni belgilashda shoshilmaslik kerak readingda. Agar siz shoshilib, o'ziga yoqqan, prosta intuitsiyangizga ishonib, so'zlarni belgilab ketaversangiz, bu sizni savolga to'g'ri javob topishingizni ehtimolini sal pasaytiradi. Nima qilish kerak desangiz, siz birinchi savolni yaxshilab o'qishingiz kerak va o'qiganingizdan keyin savol sizdan nima so'rayotganligini aniq ishonchingizni hosil qilishingiz kerak. O'shaning uchun savolni to'g'ri o'qish bu juda ham muhim maslahat hisoblanadi va undan keyin nimani so'rayotganligini siz bilganingizdan keyin keywordlarni belgilab, keyin asta-asta readingga o'tasiz. Masalan, birinchi boshlayotgan vaqtim men readingda ko'pincha menda 5,5 chiqardi, 5 chiqardi va juda ham ko'p xato qilardim readingda. Reading meni ko'p qiynagan sohalardan bittasi desam bo'ladi. O'sha vaqtda menda nima bo'lgan? Men o'sha intuitsiyaga ishonib, prosta keyword belgilash kerak ekan deb, keywordlarni любойni belgilab ketaverganman. Unaqa logika bilan ishlab, nima so'rayotganligini yaxshi tushunmasdan birdaniga tezroq javobini topaman deb boshlab yuborganman. Bu narsa xatoligini qachon tushunganman? Qachonki 5,5 dan chiqmayotganligini bilganimdan keyin readingimni. Va juda ham ko'p ustozlarim menga aynan savolni to'g'ri tushunishni ko'p marotaba ta'kidlashgan va men uni prosta e'tibor bermaganman, hop deb, lekin qilmaganman. Qachonki o'sha narsani to'liq tushunib, o'shani amal qilishni boshlaganimdan keyin readingim asta-asta o'zidan o'zi o'sishni boshladi. O'shaning uchun keywordni belgilashga juda ham shoshilmang. Birinchi savolni yaxshilab o'qing, uni tushuning, savol sizdan aynan nimani talab qilayotganligiga ishonch hosil qilganingizdan keyin keywordlarni belgilab, asta-asta tekstga o'ting. Bu menimcha eng muhim maslahatlardan bittasi bo'lsa kerak. Xo'p, keyingi maslahatga keladigan bo'lsak, bu nima desangiz, bu skim va scan metodlarini yaxshilab o'rganib olish. Masalan, readingda shunaqa savollar keladi. Bu yerda siz scan yoki skim qilishingiz kerak va juda ham ko'p butun tekstni o'qishga vaqtingiz yo'q. O'shaning uchun shu metodlardan foydalanish kerak. Xo'p, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, skim bu nima degani? Skim bu ko'pincha paragraf nomini o'qiysiz, titrni o'qiysiz, hamda birinchi va oxirgi qatordagi bitta предложениyani o'qiysiz, gapni o'qiysiz va o'sha artiklda yoki abzatsda aynan mavzu nima haqidaligini ilg'ab olasiz. Scanning bu nima desangiz, scanning bu bironta mavzudagi tekstni siz qaraysizda aynan keyword va faktlar bilan ishlaysiz. Bunda masalan open spaced questionlarda aynan scanning metodi bilan o'qiladi. Men o'zim ham xuddi shunaqa metod bilan o'qiganman, ya'ni reading ishlagan vaqtim. Xo'p, mana shu ikkita usulni yaxshilab o'rganib, uni praktika qilsangiz, yana bitta arsenalingizga, ya'ni arsenal deganda o'zingizni qurollaringizga yana bitta taktikani qo'shib olasiz va readingingiz yana ham yaxshilanishga yordam beradi. Butunlay hamma tekstni o'qishga harakat qilmang, chunki afsuski biz adabiyot darsida emasmiz. Hammasini o'qib prosta maza qilish uchun balki bizdan aniq savol berilgan, o'sha savolga aynan biz javobini topishimiz kerak. O'shaning uchun mana shu ikkita metodni ham bir o'zingizga explore qilib ko'ring, undan foydalanib ko'ring. Agar ishlasa, men juda ham xursand bo'laman. Agar ishlamasa, o'zingizni qiladigan metodingizni, yo'lingizni topishga harakat qilib ko'ring. Xo'p, keyingi maslahatga o'tadigan bo'lsak, bu nima desangiz, bu time pressure'da full testni hech qanaqa telefonsiz, hech qanaqa slovarsiz, faqat miya bilan ishlashni o'rganish va har bitta passagega 15-17 minut vaqt sarflash. 17 minut ham juda ham ko'p bo'lishi mumkin. O'shaning uchun maksimalni 15 yoki 16 minut oralig'ida qilish kerak. Xo'p, nimaga bunaqa deyapman? Juda ham oson eshitilishi mumkin, juda ham logik eshitilishi mumkin. Hamma biladi-ku deb so'rashingiz mumkin, lekin juda ham ko'pchilik aynan shu narsani to'g'ri praktika qilisha olmaydi. Masalan, siz o'zingiz maksimal harakat qilishingiz kerak, чтобы imtihon muhitini o'zingiz uchun yaratish uchun. Masalan, siz kompyuterni olasiz, readingingizni ishlaysiz va hech qanaqa telefonsiz va hech qanaqa yordamsiz qo'shimcha prosta bor butungizni readingga berasiz va uni ishlashni o'rganasiz. Fokusingizni yaxshilashni o'rganasiz. Shunaqa qilib siz fokusingizni bitta joyda ushlab turib, to'g'ri reading savollariga to'g'ri javob berishni o'rganasiz. Va imtihon muhitida dedim, bu narsaga yana nima yordam beradi desangiz, juda ham ko'p mocklarga borish. Masalan, ko'p o'quv markazlar mock testlar o'tkazishadi va juda ham ko'p o'quv markazlarda, masalan, meni shahrimda
British Council imtihon markazi, test markazlarida masalan borib siz sponsorlari bor o'quv markazi British Council bilan va siz o'sha o'quv markaziga borib aynan o'sha kompyuterlarda ko'pincha mock test qilsangiz bo'ladi. Hamma joylarda ham unaqa bo'lmasligi mumkin, lekin ko'pincha mana shunaqa sharoitlar bor. Aynan o'sha kompyuterda o'tirasiz, aynan o'sha IELTSda test topshiradigan kompyuterda klaviaturasiga o'zingizni qo'lingizni o'rgatasiz. Shunaqa qilib mana shunaqa mock testlarga juda ham ko'p qatnashing va readingni full passage'larni bittada ishlashni o'rganing. Shunaqa qilsangiz siz o'sha imtihonga o'zingizni mentalni tayyorlashni boshlaysiz va vaqtingizni manage qilishni yaxshilaysiz. Ko'p insonlar vaqtini qachon manage qilishga urg'u berishni boshlaydi, qachonki imtihonlarga masalan 1 oy yoki 2 hafta qolgan vaqti. Lekin bu narsa hammada har xil ishlaydi. Masalan, men o'zimda 1 oy qolgan payti time management qilaman degan paytim juda ham qiyin bo'lgan. O'shaning uchun lekin uddalaganman, lekin qiyin bo'lgan. Aynan o'sha narsani 2 oy avval boshlasam, imtihonimni 2 oy avval boshlasam, bu ancha menga yordam berardi va meni protsessimni ancha osonroq qilardi. O'shaning uchun siz ham imtihon muhitiga moslashish uchun mocklarga kiring va fokusingizni yaxshilash uchun full testlarni ishlang, hech qanaqa telefonsiz va qo'shimcha yordamsiz va mana shu time managementni qancha ertachi boshlasangiz, manage qilishingizni, taymni, vaqtingizni shuncha yaxshi. Masalan, Passage 1 ko'pincha osonroq bo'ladi, Passage 2 dan ko'ra. Bilmadim, menga shunaqa o'rgatishgan va menda shunaqa sezilgan. O'shaning uchun Passage 1 ga iloji boricha kamroq vaqt sarflashga harakat qilishingiz kerak menimcha. Shunaqa qilsangiz siz Passage 3 qiyinroq bo'lsa yoki bo'lmasa qaysi passage sizga qiyinroq bo'lsa, o'sha passagega ko'proq vaqt qoldirasiz. Shunaqa qilib o'zingiz nima deydi, sug'urtalab qo'yasiz va sizga bu oson bo'ladi. Yana aytganimdek, bu narsa yana strategiyalarga bog'liq. IELTS imtihoni nafaqat bu ingliz tili imtihoni, bu strategiya va taktikalar imtihonida, bu test bo'lgani bilan testda qanaqa yondashishingizga ham bog'liq. O'shaning uchun bu testda nafaqat ingliz tili, balki omadingiz va siz unga qanaqa tayyorlanishingiz juda ham katta rol o'ynaydi. O'shaning uchun o'zingizni yaxshiroq o'rganing. Sizga qaysi metod tushadi, qaysi biri tushmaydi, o'sha narsani ko'proq eksperiment va praktika qilib, o'zingizga mos tushadiganlarni saralab olingda, maza qilib ingliz tilidan o'sha tayyorlaning va IELTS topshiring. O'shaning uchun mana shu maslahat umid qilaman foydali bo'ladi sizga. Va yana bitta maslahat va bonus tip desa bo'ladi. Buni listeningda ham ko'p gapirgandim, ya'ni listening haqidagi videoda ham. Bu ishlab bo'lganingizdan keyin full readingni yana bir marta ko'z yugurtirib chiqing, qarab chiqing, qayerda xato qildingiz, xatolaringiz nimadan iborat va ularni qanaqa qilib yechsangiz bo'ladi, ya'ni unga problemni solve qilsangiz bo'ladi. O'sha haqida ozgina research qilib, explore qilib ko'ring. Bu narsa sizga aynan road map beradi. Chunki xatolaringizni bilganingizdan keyin, nimaga xato qilayotganingizni bilganingizdan keyin unga to'g'ri yechim qidirishni boshlaysiz va o'zidan-o'zi bu readingizni o'sishiga olib keladi. Xo'p, mana shunaqa maslahatlar edi. Umid qilaman, ular sizlarga foydali bo'ladi va manfaatli bo'ladi. Agar yana qanaqadir savolinglar bo'lsa, iltimos kommentariyada qoldiringlar. Men ularga javob berishga harakat qilaman va foydali bo'lishga harakat qilaman. Iltimos obuna bo'lib, like bosishni ham esdan chiqarmanglar, chunki bu narsa menga motivatsiya beradi, yana ham ko'proq videolar rekord qilishimga. Shunaqa gaplar edi. Kuninglar xayrli o'tsin. Sog' va salomat bo'ling.